qo'limga tushganliging, sening taqdiringning xuddi men naslini quritib o'tgan boshqa hayvonlarga o'xshash ekanligini bildiradi. Mening bir vaqt tamiqim bo'lganliging sening baxting. Xayr, xo'sh. İlgari bu avat tağ ormanlığıda xilma-xil hayvanlar yaşaydı. Yolbas dadısının ornağı padişah boğandan keyin aldığı uçurağını yep, halğanını boğup öldürdü. Hayvanlarning o'lgini o'lib, qolganlari taraf-tarafga qechib ketdi. Bugun qo'saq qo'llig'idek bir chashqan uchrab qapti. Kim biladi? Ati o'gin uzuq topolmaganida mendek bechora vazirni yeyotamdi o'tixi. Yo'q, men bir amal tepib bu maqtanchaq yovuz shahni ko'zdan yo'qtay. Ulug' Shayin, kuch qudrati tangdoshsiz ulug' oliylari, o'zlarining qaddi qomati, mijoz xulqi, boturliqlari marhum shoh otlariga o'z ayni o'xshaydi jumu. Kechirsizlar, o'zimni chaqilmay, muborak shoh otlarining ulug' nomini tilga olganligim uchun o'limga loyiqman. Bir qo'shiq qiynog'dan kechdim. Qiyin so'zla. Ola. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat. O'zlarining otasi Yo'lbas xo'jam nihoyatda maqomatlik botir edi. Shikorlarga to'li chiqardi. Xohlagan vaqtda tog'dan toqqa sakrab botirlikni mashq qiladi. O'zlarining xo'y paylimi Yo'lbas xo'jamga o'z ayni o'xshaydi jumuh. Bu maqtanchaq padişah axir qaltaq qaylandi. Neymiş ki mening otamning fazilatlarini men bolduroq so'zlab bermiding, ha? Ulug' Shayin, o'zlaridan tap tortib so'zlayolmagan edim. Shundoqmi? Ko'nilada otasining o'zini bolasi bosidi degan maqol tamsil bor. Men uchun tog'dan toqqa sakrab o'tish hech qanday gap emas. Men bundan keyin xuddi shu otamdek tog'dan toqqa sakrab botirlikni mashq qilaman. Men bilan yur, mayli. Shu otam tog'dan toqqa sakrab mashq qiladigan mashq o'rnini men ko'rsatib qo'yg'in. Labbay. Shoh otam tog'dan toqqa sakrab mashq qiladigan joy shumi? Dal shu, lekin oliylar sizlar bu yerdan asta. Sen meni o'tanmaydi demoqchimisan? Yo'q, men undaq demoqchi emas, lekin men oliylar undaqda meni bu yerdan qandoq o'tadiganligimni obdan bir ko'rib qo'y.
Oy. Ha? Voyjon! Xayr, xo'sh, alilari, maqtanchaqlik axir 5-ga chiqdi.